Fermer xo'jaligimiz 50 gektar yer maydonga ombor qurmoqchi. Qonun hujjatiga ko'ra qancha yer maydonga qurilishni amalga oshirish mumkin yoki mumkin emas. Videoni oxirigacha tomosha qiling, batafsil tushuntirib beraman. Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan biroz sug'orilmagan yerlarda qurilishni amalga oshirish mumkin bo'lgan yer uchastkalarining maydoni chegaralangan hisoblanadi. Ya'ni sizga tegishli bo'lgan yer maydonining atigi 1%gina bo'lgan joyda siz qurilishni amalga oshirishingiz mumkin. Va yana bu holatda yana bir cheklov bor. Ushbu 1% ham agarda siz chorva xo'jaligiga mo'ljallangan fermer xo'jaligi bo'lsangiz, bu 1 gektarni va boshqa fermer xo'jaligi bo'lgan bo'lsa, bu 20 sotixdan oshib ketmasligi talabi ham bor. Misol tariqasida tushuntirgan bo'lsak, chorva xo'jaligiga mo'ljallangan fermer xo'jaligida 50 gektar yer maydoni bor va ushbu 50 gektar yer maydonining 1% demak bizda 50 sotixni tashkil qiladi. Demak, ushbu fermer xo'jaligi ushbu 50 sotixli yer maydonda o'ziga tegishli bo'lgan chorva mahsulotlari uchun, chorva mollari uchun bino inshootlarni qurishi mumkin. Biroq boshqa bir turdagi fermer xo'jaligida ham xuddi shunday 50 gektar yer maydon bo'lgan bo'lsa, ular 50 sotix yer maydoniga qurilishni amalga oshira olmaydi, balki ular 20 sotix yer maydonga ma'lum bir turdagi yuqorida sanab o'tilgan qurilish binolarni joylashtirishi mumkin. Sizningcha ushbu fermer xo'jaligida 20 sotixgina bo'lgan yer maydonga qurilishni amalga oshirish mumkinligi to'g'risidagi cheklov adolatlimi, adolatsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda qurilishni amalga oshirish uchun qaysi idoradan ruxsat so'ralishiga to'g'risidagi batafsil ma'lumotni beraman. O'tkazib yubormaslik uchun storislarimizni muntazam tartibda kuzatib boring hamda sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.